Bugun biz sizlar bilan Google Sheets'da Swotni tablisalarni ko'rib chiqamiz. Swotni tablisalar bo'yicha kanalimizda bir necha videolar bor, faqat ular Excel'da qilingan. Sizlarga ushbu videolarni ham ko'rishni tavsiya qilaman. Sizlar uchun o'ylaymanki juda ham foydali bo'ladi. Bu safar bo'lsa biz Swotni tablisalarni qanday qilib Google Sheets'da qilishni ko'rib chiqamiz. Bizda Swotni tablisalar asosan katta jadvallar bilan ishlayotganimizda, katta ma'lumotlar bilan ishlayotganimizda juda ham qulay keladi va biz deyarli formulalar ishlatmasdan biz uchun kerakli bo'lgan ko'rsatkichlarni sichqoncha yordamida olishimiz mumkin bo'ladi. Swotni tablisa yasash uchun biz kursorni jadvalni ichiga joylaymizda, xohlagan bir yacheykaga qo'yamizda, bu yerdan insert bo'limiga murojaat qilib pivot table'ni tanlaymiz. Ko'rib turibsizlar, Google Sheets'ni o'zi bizga jadvalimizni avtomatik tanlab berdi. Ya'ni savdo jadvali, savdo listidagi butun diapazon. Va u bizdan so'rayapti. Jadvalni, ya'ni Swotni tablisani qayerga joylashtiray? Biz bunga yo'nalish berib qo'yishimiz kerak va bizga hozircha shu joy bo'ladi. Ya'ni ushbu yacheykaga yo'nalishni beramizda OK tugmachasini bosamiz va Swotni tablisani yasaymiz. Ko'rib turganinglardek, bizda Swotni tablisani bo'sh holati mana bu yerda bo'lsa, bizda Swotni tablisa bilan ishlaydigan maydonlar. Ushbu yozuvlar bizni asosiy jadvalimizdagi ustunni nomlari va biz Swotni tablisa bilan ishlayotganimizda bizga asosan shu nomlar kerak bo'ladi. Va Swotni tablisani siz birinchi marta yasaganingizda bu yerda suggested, ya'ni sizga dasturning o'zi avtomatik tavsiya qiladigan jadvallarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana tumanlar bo'yicha jami summalar, agar buni tanlaydigan bo'lsak, tumanlarning oylar davomidagi summalari, ya'ni jami sotuvlari va shunga o'xshagan jadvallarni sizga tayyor Google Sheets'ni o'zi yasab beradi. Keling biz o'zimiz qilib chiqamiz. Boshqa bir jadvallarni yoki shunga o'xshash jadvallarni birgalikda yasaymiz. Bizda 4 ta maydon bor. Row bu qatorlar. Mana bu qatorlar 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7, 8 bular qatorlar hisoblanadi. Column bular asosan ustun nomlari va bular harflar bilan belgilangan. Ya'ni mana bu values, bular qiymatni ifodalaydi. Bu yerda asosan raqamlar joylashgan bo'ladi. Va bu yerda filters, ya'ni biz bu filtrlar asosida ushbu ma'lumotlarimizni qulay tarzda filtrlab olishimiz mumkin. Hozir biz sizlar bilan birinchi ko'rgan jadvalimizni yasaymiz, ya'ni tumanlar bo'yicha oylar davomidagi jami sotuvlar. Bizga tumanlar kerak, tumanlarni qatorlarga joylashtiramiz. Rowsga. Mana bu yerda tumanlar joylashdi. Endi ustun bo'ylab biz oylarni qo'yib chiqishimiz kerak. Ustunda mana shu oylarni columns maydoni tagiga joylashtiramiz. Ko'rib turganinglardek, aytgancha Google Sheets'da Excel'ga nisbatan bir noqulayligi bor. Ya'ni bu sanalar bilan ishlayotganda oylarni o'zi alohida keltirib chiqara olmaydi. Shuning uchun bizga alohida bir jadvalimizga qo'shimcha ustun kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda oy nomlarini men formula yordamida alohida keltirib chiqarib olganman. Ya'ni ushbu sana yanvar oyini ifodalaydi va ushbu sana mart oyini ifodalaydi va men ushbu pivot table'da ishlayotganimda menga asosan oylar kerakligi bo'lganligi uchun shu oylar bilan ishlayman. Sana bo'limiga deyarli biz umuman murojaat qilmaymiz. Hop, endi biz bu qatorga oylar davomida bo'lgan jami savdolarni keltirib chiqarishimiz kerak. Buning uchun biz jami summani olamizda ushbu qatorga joylaymiz. Mana sizlar bilan qisqa vaqtning ichida tumanlarni oylar davomida qilgan sotuvlarini, natijalarini oldik. E'tibor bersangiz, bu yerda qiymatlar bor, ya'ni grand total bu umumiy qiymatlar. Shu tumanlarni aprel oyida qilgan jami savdosi yoki bo'lmasam Angren tumanini mana shu 12 oy davomida qilgan jami savdosi. Biz bularni o'chirib qo'yishimiz ham mumkin. Mana buni o'chiradigan bo'lsak, qatordagi umumiy jami summalar o'chdi va buni olib beradigan bo'lsak, oylar davomidagi jami qiymatlar o'chdi. Yoki bo'lmasam qoldirishingiz ham mumkin bo'ladi. Va biz Swotni tablisalarni bir nechta yasashimiz mumkin. Buning uchun doimgidek insert bo'limidan table jadvalni o'zi avtomatik belgiladi va unga yo'nalishni berib qo'yishimiz mumkin. OK tugmachasini bosamiz va o'zimiz uchun kerakli bo'lgan jadvalni yasab olamiz. Endi menga bu safar savdo xodimlarini jami savdo summasi kerak.
va bizga jami savdo summalari kategoriyalar bo'yicha. Mana bu yerdan biz kategoriyalardan agar o'chirib boqadigan bo'lsak, aytaylik elektronikani belgilaydigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rib turganinglardek, bizda faqat elektronikaga oid xodim 1ni, xodim 10, xodim 2ni qilgan summalarni keltirib chiqarib beradi. Keling, bu yerdan filtrdan buni olib turaylik va biz xodimlarni qatoriga mahsulot kategoriyalarini tashlasak nima bo'ladi? Ko'rib turganinglardek, xodimlarni alohida mana bu yerda ushbu kategoriyalar bo'yicha qilgan savdolarni ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Agar bu tugmachani bosadigan bo'lsangiz, xodimlar alohida yig'ilishini ko'rishingiz mumkin. Shu tarzda o'zingiz uchun qulay bo'lgan jadvallarni yasab olishingiz mumkin bu сводный tablitsalar yordamida. Hozir bizga keling buni o'chirib turaylik. Ushbu savdo xodimlari bo'yicha aytaylik, bu savdo xodimlari amalga oshirgan savdolar, ya'ni ushbu summani 10% skidkani tashkil qiladi deylik. Va biz bu ustunga ushbu qiymatni 10% siz holatini yozishimiz kerak. Unday holatda biz nima qilamiz? Buning uchun biz ushbu values bo'limiga o'tamizda, bu yerda add knopkasini bosamiz va biz alohida bitta maydon qo'shib olamiz. Qo'shganimizda bizda ushbu oyna paydo bo'ladi va biz bu yerga formula kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizga ko'rib turganinglardek ushbu jadvallar, ya'ni ushbu ustunlarning nomlari kerak bo'ladi. Biz bu yerga yozamiz. Jami summadan ayrimiz. Ochamiz. Jami summani 10%, ya'ni 100 ga bo'lamiz va ko'paytiramiz 10 ga. Ushbu summalar 10% siz ushbu qiymatlarni tashkil etadi. Va biz bu yerdan ushbu jadvalni bu yerga bossak, sichqonchani 2 marta jadval nomini o'zgartirishimiz ham mumkin bo'ladi. Jami sotuvlar 10% siz sotuv yoki chegirmasiz sotuv. Bundan tashqari biz bu yerda yana qo'shimcha ko'rsatkichlarni kirgizishimiz mumkin. Aytaylik, jami summani yana olib kelib mana shu qiymatlar bo'limiga tashlaydigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek qiymatlar. Endi biz bu safar bularni ulushini bilmoqchimiz. Ya'ni umumiy natijada bular qancha ko'rsatkichni tashkil etgan. Biz bu yerda foizlarni tanlab olishimiz mumkin. Mana grand total, ya'ni umumiy qiymatga nisbatan necha foizli ko'rsatkichni ifodalayapti bular. Bu qator bo'yicha, ustun bo'yicha bu foizlar asosan boshqa bir jadvallarda ishlaydi. Hozir ko'rishingiz mumkin. Mana bizda hammasini 100% ko'rsatyapti. Bundan tashqari biz bu yerga yana boshqa bir qiymatlarni ham keltirib chiqarishimiz mumkin. Aytaylik, mana bu yerda bizda yana bir nima deydi, qo'shimcha maydon qo'shamiz. Ya'ni calculated field. Shuni bosamizda mana ko'rib turganinglardek bu yerga keldi. Endi biz bu yerga yozishimiz mumkin. O'rtacha aytaylik, eng yuqori savdo, max sotuv. Ustuni hozircha shunday deb nomlab turamiz. Va biz bunga formula kirgizishimiz kerak bo'ladi. Asosan calculated fieldda bizda ikki xil holat bor. Bittasi sum, bittasi custom. Ya'ni siz agar customni tanlasangiz, siz o'zingiz istagan, ya'ni cheklangan ma'lum bir formulalarni, funksiyalarni yozishingiz mumkin. Masalan, agar biz ushbu values bo'limiga murojaat qiladigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rib turganinglardek sum, count, a count, average, max, minimum shu funksiyalar bor. Biz ushbu funksiyalarni bu yerga ham joylashimiz mumkin bo'ladi. Hozir bu yerda sizlar bilan bir qo'shimcha ko'rsatkichlarni qo'shamiz. Ya'ni customni tanlaymizda bu safar aytamiz, endi jami summani jami mahsulot soniga bo'linishini ko'rib chiqishimiz mumkin. Asosan agar sizda ushbu nomlar
Mana bu probellar bilan ajratilgan bo'lsa, ular bittali koloslarni, bittali ko'ch tirnoqni ichiga olinadi. Agarda bu ya'ni nomlar hech qanday probelsiz ajratilmagan bo'lsa, uni shunchaki yozishimiz mumkin. Ya'ni hozir biz siz bilan jami summani mahsulotni soniga bo'lishimiz kerak. Shunda bizda mahsulotimizning narxi kelib chiqadi. Aslida u bizda bor. Bo'lamiz. Bittali ko'ch tirnoq ochamizda mahsulot soni. Biz yana bir qo'shimcha ko'rsatkichlarni oldik. Shunga o'xshab siz yana boshqa bir jadvallar yasashingiz mumkin bo'ladi. Bir qator o'zingiz izlanib ko'ring. Agarda sizda biror bir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga izohlarda murojaat qilishingiz mumkin. O'ylaymanki, sizlarga ushbu savolni tablitsa bo'yicha qilgan ushbu qisqa videolarimiz manzur bo'ldi. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.